biznes qilish uchun meni diplomim yo'q, hayotimni yaxshilashga endi kech qoldim deb noumidmisiz? Hayotimni to'g'rilashga, hayotimni izga solishga va uni farovon qilishga kech qoldim desangiz adashasiz. Men sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarim shuki, agarda siz meni qachonlardir ota-onam o'qitmagan yoki bo'lmasam mening o'rnimga ular hal qilishgan yoki bo'lmasam menda unaqa bilimlar yo'q deb ikkilanib yashayotgan bo'lsangiz, hayotingizni to'g'rilashga endi kech qoldim deb o'ylayotgan bo'lsangiz adashasiz. Sizga umid va ishonch berib shuni aytamanki, biz hozir shunaqangi bir ajoyib zamonda yashaymiz. Endi hayotimizni to'g'irlash uchun, uni rivojlantirish uchun, rivojlanishimiz uchun 4-5 yil universitetda o'qib, 4-5 yil bilim olib, keyingina hayotini yo'lga qo'yaman degan zamonda yashamaymiz. Hozirgi zamonda kasblarni o'rganish juda ham oson va tezkor. Shunday qilib siz hayotingizni yo'lga solmoqchi bo'lsangiz, o'zingizda jasorat topsangiz va o'zingizga ishonsangiz va haqiqatda orzuyingizni amalga oshirish uchun o'zingiz borligingizni bilsangiz, uning vaqti keldi azizlar, kutib o'tirishning vaqti emas.